Guli, tayyor mahsulotlar tannarxi qani? Nega hisobot hali ham tayyor emas? Ozod Safarovich, hop, birinchi bo'lib narxi tushunib olish kerak-ku, bu yevrodami, yuandami, so'mdami, hammasi aralashib ketgan. Nimaga aralashib ketadi? Hammasini so'mda yuritavering-da, oson-ku. Voy, xom ashyo dollarda sotib olingan, aksessuarlar yuanda. Siz menga hozir tan narxini chiqazib berdingiz, lekin buni umuman iloji yo'q. Hech narsani tushunmadim, lekin hisobot menga hozir kerak. Sababi men mijozlarimizga narxni aytishim kerak. Har bir mahsulotning kirim narxi har xil valyutada va kurs har kuni o'zgaradi. Bu demasga hozir tan narxini hisoblab berishim uchun menga qo'shimcha Excel, kalkulyator va bir dunyo sabr kerak bo'ladi. Yo'q, shunchalik qiyinmi? Men sizga aytgandim, Appoint dasturini sotib olaylik deb. Agar shu dastur bizda hozir bo'lganda, hammasini atigi bitta klik yordamida allaqachon hisoblab bo'lgan bo'lardik. Voy, zo'r yechim ekanda. Ha shunaqa. Siz ham bemalol hisobotni olardingiz, men esa asabiylashmasdim. Mayli. Nomini nima dedingiz? Appointmi? Hozir ular bilan bog'laning. Yechimi menga juda ham muhim. Xayriyat. Ishlab chiqarishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, Appoint kompaniyasiga murojaat qiling.